Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3 tahriri bir korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi ishchi xodimlarning oyliklarini hisoblash, ya'ni начисление зарплаты. Hujjatni yaratish uchun зарплаты kadr menyusidagi начисление зарплаты bo'limiga kiriladi. So'ngra sozdать tugmasi bosiladi va quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada birin-ketin bo'sh maydonlarni to'ldirib chiqamiz. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda "Записать" tugmasini bosganimizdan so'ng shakllanadi. Sana esa pastdagi "Месяц начисления"ga mutanosib ravishda bo'ladi. Pastga tushamiz va qaysi oy uchun biz oylik ish haqi hisoblayotgan bo'lsak, o'sha oyni ko'rsatib qo'yamiz. Deylik, aprel oyi uchun. So'ngra pastdagi "Подразделение" qismiga o'tamiz va "Показать все" tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan o'zimizga kerakli bo'lim bo'yicha oylik ish haqini hisoblashimiz mumkin yoki "Подразделение" qo'ymasak, ya'ni bo'lim qo'ymasak, barcha ishchi xodimlar bo'yicha oyliklarni to'ldirishimiz mumkin. Данный за qismi esa quyidagi 3 ta banddan iborat: tekushий месяц, первый половина месяц, вторая половина месяц. Ya'ni ushbu joriy oy yoki oyning birinchi yarmi va oyning ikkinchi yarmi bo'yicha oylik hisoblashimiz mumkin. Biz tekushий месяц, ya'ni joriy oy bo'yicha oylikni hisoblab chiqamiz. Ishchi xodimlar oyliklarini to'ldirish uchun quyidagi tugmalardan foydalansak bo'ladi. Deylik, "Добавить" tugmasini bosib, quyidagilardan o'zimizga kerakli jismoniy shaxsni tanlab qo'yishimiz mumkin yoki "Подбор" tugmasini bosish orqali ham ishchi xodimni tanlashimiz mumkin. Quyida "Добавить" tugmasini bosish orqali va pastki qismga o'tamiz. Pastki qismda ishchi xodimlarning oylik ish haqini hisoblash uchun quyidagi 3 tugma mavjud. Bular "Заполнить", "Добавить" va "Подбор". "Добавить" tugmasini bosamiz va quyidagi ishchi xodimlar ro'yxatidan o'zimizga keraklisini tanlab olishimiz mumkin va ishchi xodimning quyidagi ma'lumotlari chiqadi. Yoki "Подбор" tugmasini bosish orqali ham ishchi xodimni tanlashimiz mumkin. "Подбор" tugmasini bosgandan so'ng quyidagi ma'lumot chiqadi. Agar bir varaqaga barcha ishchi ma'lumotlarini to'ldirmoqchi bo'lsak, quyida "Заполнить" tugmasini bossak, barcha ishchi xodim ma'lumotlarini chiqarib beradi. Quyida ko'rishimiz mumkin tartib nomeri, ishchi xodimlar ismlari, necha kun ishlagani, necha soat ishlagani, начисление всего, ya'ni jami hisoblangan oylik ish haqi, удержание, ya'ni jami ushlab qolingan soliqdan tashqari summalar va NDFL esa jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. YSP qismida esa ijtimoiy soliq ushlanmalari ko'rsatiladi. INPSda esa jismoniy shaxslarning shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya badallariga ajratmalar ko'rsatiladi. Quyida hisoblangan ishchi xodimlarning oylik ish haqlarini o'zgartirish uchun quyidagi "Начисление" qismidagi oylik ish haqini ustiga bossak, ushbu oyna ochiladi. Ochilgan oynada o'zimizga kerakli ma'lumotlarni o'zgartirsak bo'ladi. Ya'ni "Добавить" tugmasini bosish orqali yangi "Начисление" turini qo'shishimiz mumkin yoki "Удалить" tugmasini bosish orqali ishchi xodimning oylik ish haqidan birontasini olib tashlashimiz mumkin yoki "Summa" qismiga o'tib, hisoblangan summani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin yoki ishlagan kun va oylarni o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Va удержание qismi ushlab qolingan oylik ish haqida ham xuddi shunaqa. Ko'rib turganimizdek, ishchi xodimning oylik ish haqidan ushlab qolingan to'lovlar ma'lumotlari bilan chiqdi. Quyida ma'lumotlarni qo'lda o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Va quyida soliqlar ham xuddi shunaqa. Bunda faqat удержаниеdan farqi, buni o'zgartirish uchun "Корректировка расчет" qismiga yorliq o'rnatiladi va ishchi xodim oylik ish haqidan ushlab qolinadigan daromad solig'i summasini qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Qo'lda o'zgartirganimizdan so'ng quyidagi holda qalamcha paydo bo'ladi, ya'ni o'zgartirilganligi to'g'risidagi ma'lumot. Bu o'zgartirilganidan so'ng, deylik, 28 mingga o'zgartirib qo'ygan bo'lsa, keyingi may oyi uchun oylik ish haqini tortgan paytimizda NDFLda ushbu 28 ming summani kompensatsiya qilib beradi. Ya'ni daromad solig'i 800 ming hisoblangan bo'lsa, bunda 28 ming kamaytirganim hisobiga 28 ming keyingi oy daromad solig'ida qo'shiladi. Va YSP ma'lumotlari ham xuddi shunaqa. Korrektirovkaga yorliq o'rnatilib, YSP ma'lumotlari o'zgartirib qo'yiladi. Va pastda ko'rib turganimizdek, "Начисление", "Удержание" va barcha soliqlarning umumiy jamlanmasi pastda ko'rinadi. Yuqoridagi "Подробный" tugmasini bossak, ishchi xodim oyliklari va ushlab qolingan summalar, daromad soliqlari va ijtimoiy soliq bo'yicha ma'lumotlarni chiqarib beradi. Birinchi navbatda "Начисление" qismida ishchi xodimlar uchun hisoblangan oylik ish haqi ma'lumotlari chiqadi. Bunda ishchi xodim nomlari, bo'limlari, hisoblanadigan oylik nomlari, ishlagan kunlar va soatlar, hisoblangan oylik summalari va sana ma'lumotlari ko'rinadi. Удержание qismiga o'tsak, barcha ishchi xodimlar bo'yicha ushlab qolingan summalar bo'yicha ma'lumotlarni chiqarib beradi. NDFL qismiga o'tamiz. NDFL qismida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ma'lumotlari ko'rinadi. Ushbu NDFL qismida jismoniy shaxslar uchun jamg'arib boriladigan pensiya ajratmalari summalari ham ko'rinadi. NDFL qismida jami hisoblangan daromad solig'i summalari, INPSda esa pensiya ajratmalari, doxod qismida esa jami hisoblangan oylik ish haqilari ko'rsatiladi. Вычет qismida agar soliq ligotasi, ya'ni soliq imtiyoziga tushsa, вычет qismida soliq imtiyozi tushgan summa ko'rsatiladi.
Vznos qismida esa ESP ma'lumotlari ko'rinadi. Quyida korrektirovkaga yorliq o'rnatish orqali ESP ma'lumotlarini qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Lekin qo'lda o'zgartirishga tavsiya berilmaydi. OK tugmasini bosamiz va asosiy oynaga qaytamiz. Ushbu barcha ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganimizdan so'ng yuqoridagi zapisat, провести va debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkalarini va quyidagicha registrlarni ko'rishimiz mumkin. Ushbu registrlarning asosiy mohiyati jismoniy shaxslarning oyligi haqqi uchun kerak bo'ladigan hisobotlarni to'ldirishda kerak bo'ladi. Quyidagi provodkalarda ham provodkalarni yoki oyligi haqqi summalarini o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Yuqoridagi ruchnoy korrektirovkaga yorliq o'rnatish orqali quyida provodkalar va summalarni o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Agar bizga ushbu hujjatning bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi отчет tugmasini bosib, o'zimizga kerakli formatda qog'ozga chop etib olishimiz mumkin yoki analiz zarplata tugmasini bossak, bizga quyidagi shaklda ma'lumotlar kelib chiqadi. Agar bizga ushbu hujjat fayl ko'rinishida kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi 3 nuqtani bosib, saqlanib tugmasini bossak, quyidagi oyna ochiladi va ochilgan oynada tip fayl qismida o'zimizga kerakli faylni tanlab olib, kompyuterga saqlab qo'yishimiz mumkin. Saqlanib yoki pechat tugmasini bosish orqali qog'ozga chop etib olsak bo'ladi. Yuqorida провести закрыть tugmasini bossak, hujjat quyidagi начисление зарплаты hujjatlar qatorida ko'rinadi.